qilyapti. U qarang, oyog'i bezillayapti. U yorilganda tuyoq chiridi. Mikrobakterioz, ya'ni xalq tilida ko'proq tuyoq chirishi deyishadi. Bundan ko'pchilik cho'pon akalarimiz ham, oddiy xalq mayda boqadiganlar ham aziyat chekadi. Hech kim bo'lmasa, iloji boricha masalan zubdan cho'tkadan foydalanilsa 2,5 ga kelib boradi. Kuz, qishlar kuzatilishi mikroelementlar ham kamayib ketadi. Tuyoqqa nima qilib shundan yetkazib bera olmayapman. Aytlarda uchi qarang, shilinishlar. Iloji boricha mana ko'pchiligimizda fanat yaqib ko'riladi mana bu yerda. Qizarib mana bu yerda mana yiringlaydi. Oho, yiringlab ham qolibdi. Hozir bunga tamponlarni nimalarni o'rgatamiz, xudo xolasa. Qo'y hayvon oyoq o'xshamaydi-da, baribir. Ha, Aytolmaydi, tili yo'q jonzot. Mana tuyoq chirishi. Bu yuqumli, bir-biriga yuqib ketadi. Bitta qo'rada bo'lgandan keyin nima boshqalarga ham yuqaveradi-da, mana. Ko'rdingizmi? Oyog'i oqsayotganda ko'rdim, hech narsa yo'q deyshadi. Mana zubni cho'tkada ishqaganda chiqyapti shu narsa. Teri, o'lgan teri uji taydan yangilanyapti-da. Hozir bu miskoparoz, ha? Miskoparoz. Endi bu masalan men obunachilarim ko'pchilik Azizbek miskoparozini yaxshi ta'sir qilmayapti deyapti. Formalin qarshi qo'shish kerak. Ko'parozni esingizdan chiqarmaysizlar, 10 litr suvga 300 grammdan 500 grammgacha yaxshilab eritib oladi. Miskoparoz mana ko'k holatda bo'ladi akalar. Mana. Formalinni o'sha suvga 1 litr 1,5 litrgacha qo'shadi. O'sha 10 litrga, ha. Siz hozir bunga 1 litr suv quyaylik. Ha, 1 litr suvga mo'ljallaylik. Taxminiy akalar, endi aytib yurmaysa, taxminiy qilib sizlarga ko'rsatamiz. Bu yerda haligi taroziga tortmading, ko'rsatmading degan narsa bo'lmasin. Mana 1 litr bo'ldi, 1 litr. Mana bunga mana yana bir mana 30 gram deylik. 30 gram ko'paroz oldingiz mana. Erityapsiz. Miq toza o'zimiz bo'lagan. Oddiy toza miq. Buni biz buni hozir miskoparozini aniqlashdi. Soxtasi bilan tozasini aniqlashini o'rgatyapmiz. Bu ko'pchilikka xudo xolata foydali bo'ladi. Shuni doim tekshirib olishinglarni tavsiya beraman. Chunki bu narsada foyda bermadi degan narsa bo'lmaydi. Bunaqa deyapti, foydasi bo'lmayapti. Buni tashxislar 3-5 daqiqa kutib o'tirasizlar. 3-5 daqiqaga. 3 daqiqa oradan vaqt o'tdi mana. Bu ekranga aksileniya beradi. Ha, aksileniya beradi mana. Tushunarli. Shalingizni anglatadi mana. Demak, buni haqiqiy nimasi bo'ladi haligi? Originali, aksileniya beradi. Zanglatadi, temirni zanglatib oladi. Demak, yaraga tushganda ham qandaydir reaksiya bildiradi. Effekt beradi. Demak, haligilar rang tashvikalari rang xolos ekan deb men. Ha, rang yapti ochig'i bir endi sirlar bor, o'g'itni nima qilish boradi. Qani formalin qancha qo'shish kerak? 1-2 qo'plam qo'shing, 2-3 qo'plam. Yana ko'ring. Bo'ladi. Tegdini qarang. Mana. Xudo xolasa mana. Ko'rasiz? Holatga iloji bo'lsa mana shu yerga kirishni ta'minlaysiz. Bekorga men bu yergacha bo'lmasin deyman. O'zi achishtiradi ham qo'ydi. Ha? Tek jonivor. Tek jonivor. Mana shu o'rinizdan. Ha, desa suv quyib yuboraylik-da shunda. Mana. Bo'ldi. Endi ashti mikroblarni o'ldiryapti. Formalinimiz ko'proq shu yaranib, u yerda quruq holat bo'lish kerak-da. Siz chunki baribir go'n kechadi, xohlaysiz, xohlamaysiz. Bu namni quritadi. Endi uni sal qurishini kutaman. Mana akalar endi tampon tayyorlab olamiz. Mana oddiy tampon deymiz endi. Mana Isabella mazi. Buni oyoq og'riqlariga, endi odamlar to'g'risi qo'liga ishlatsa ham bo'laveradi. Bu yaralarni bitkazib beradi. Mikroblarni tuyoq chirishlariga ham. Bo'g'im og'riq, manaqa joylarga ham ishib qoladi, bilsangiz mana. Ko'rsating. Bunaqa joylariga ishib qolganda ham surkasa bo'ladi. Yaralarga ham. Qo'ylarda yelini og'riydi, bilasizlar, tuqqandan keyin yelini og'rib qo'yadi. Yelinga ham kir sovunda yuvib turib bir qator. Keyin surkaysiz, 3 kundan 5 kungacha massaj qilib surkab olasizlar. Yelinda og'riydi. Yelinda og'rigan. Endi buni biz tampon qilamiz mana. Ko'rib olasizlar. Taxminiyda bu o'sha kerak mana tampon. Buni Primuzol degan dorimiz bor. Buni hozir yana boshqa kasalliklarga ko'rsatamiz, antibiotik. Primuzol. Ochamiz. Mana. Sana aytaylik.
Mana necha? Ha, Mana-chi. Mana bu bunday bo'ldi. Mana ikkovi aralashyapti. aralashyapti. Endi bunga yana bitta sir, necha kuparosdan qo'shasizlar. Yana necha. Mana. Ikkovini aralashtirib, aralashtirib. uchovsini aralashtirib. O'sha yara uchun, ha? Ha, yana uchun. Mana. Xudo xolasa endi yaxshiroq aralashtirib olasiz. Dala sharoitida. Tashqariga olib chiqqanda o'zi anavi qo'lyapti-da, oqsoq turib. Yo'q, bu tashqarida hozir yuraveradi. Ha, Sal ha. oqsa. Endi u yara sekin tuyoqqa o'tgandan keyin oyog'ini ko'tarib oladi. Ha, yurolmay. Bunday oyog'ini ko'tarib turaveradi. Hali menga ko'pchilik aytadi-da, oyog'ini yerga ko'tarib olyapti. U nimaga tuyoqni uji tagiga kirib ketdi u yara. Bakteriya. Uji tuyoqda og'rib kelyapti. Oyog'i yerga qo'ygani berdim deydi. Ha, ana. Kana chechi bo'ldi. Xudo xolasa. Orasiga qo'yiladi shu yara joyi. Ha. Bo'g'oz qo'y yotkizgimiz kelmayapti-da. Yotkizma bo'lgan. Yotkizmadinglar, mana qiladi demanglar yana. Bo'g'oz qo'ylik uchun yotkizgimiz kelmadi. Tampon. Sraz bitdi. Ha, ana. Ichiga bosib. Aha. Bu 2-3 kun tursa ham bo'ladi. Iloji bo'lsa har kuni bir mahaldan qilib tursa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bintam zakaz ekan. Zakaznoy bin. Ha, zakaznoy. Bayroq qo'yadi. Biz endi dehqonchasiga Ha, endi dala sharoitida. Qaladi, ha. eski perchatkalarni kiygizamiz, oyog'ini baylab qo'yaveramiz. Perchatkani kiyib yuradi paypog'ini. Уже oyoq davolashdi. Nimasi birinchi etapi. Azizbek kasallikni tashqi tomoni. Teri nimasi bo'ladi? Teri ustiga уже bo'ldi lecheniasini, muolajasini. Endi buni immunitetini ko'targani, qo'ydi ham sal kayfiyatini ko'tarib, immunitetini ko'targani va teri ostidan kurashgani ham ukoli bor. Shunda Immunobazm degan preparatimiz. Ko'pchilik mana hozir yirik shoxli hayvonlar, ya'ni mollarda dermatit, yashur, o'sha nekrobakterioz, tuyoqchirish ularda ham bo'ladi. Bu qo'ylarda mana og'izlariga chechak toshadi. Nekrobakterioz ko'proq yara kasallari, qo'tirib kasallik paytlarida ham immunobaza yaqinroq kelib ko'rsatasiz. Immunobaza, ya'ni tarkibi ko'proq bu immunitetni ko'tarib, yarani ichki tomonida to'qimani rivojlantiradi. Bu yerda eng muhim to'qimani rivojlantirib olsak, xudo xolasa kasallik dengiga o'tib ketamiz. Kalendula ekstrakti tarkibida. Meglamin oksidat immunitet ko'taruvchi. qo'tirgan kerak ya. Qo'tirga ham, ya'ni to'qimani rivojlantirishimiz kerak bu yerda. Qo'tir ham bo'ladi, chechaklarda ham mana og'iz yara toshlarga, umuman badanning tashqi ichki tomonidan chiqib keladigan yaralarga. Immunobaza 1 millilitri 30 kilo tirik vaznga. Qo'yimiz endi hozir o'rtacha 80-90 kilo 3 millilitr qilamiz. 3 kundan 5 kungacha 3 grammdan qilinadi. Kuniga qilish kerak. Через deng qilsa ham bo'laveradi. Serezdan qilgan yaxshida, hali organizm o'zi ham kurashish kerak-da baribir. Eshitib. Berishgan. Hurmatli obunachilar, qizg'anmasdan chorvador, o'zingiz chorva boqmasangiz ham chorvadorlarga jo'natib qo'ysangiz, xolos foydali bo'ladi. To'ppa-to'g'ri.